Aziz va hurmatli eldoshlar, najib va nafis san'at oshiqchilari, benazir qo'shiq, sehrli soz, ovoz shaydolari. Bugun biz bu muhtaram koshonaga qo'shiq san'atimizning yangroq bulbuli, Markaziy Osiyoda, butun Sharqda betakror ovozi, maftinkor qo'shiqlari, sehrli sozi bilan mashhur va ma'lum ustoz, O'zbekiston, Turkmaniston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otaniyazovning 80 yillik tavalludi oldidan muborak koshonaga yig'ildik. Aziz va hurmatli qo'shiq shaydolari, hammalaringizga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, mana shu ajoyib kechamizga xush kelibsizlar deyishga ijozat bergaysizlar. Men hozir ma'muniyat bilan sahnaga O'zbekiston xalq shoiri, davlat mukofotining sovrindori, sevimli shoirimiz Omon Makkonni taklif qilaman. Aziz va muhtaram do'stlar, keyingi 3-4 yilda birgina Xorazmning o'zida mustaqilligimiz sharofati bilan, qadriyatlarimizga qaytish g'oyasi bilan Az-Zamaxshari, Shayx Najmiddin Kubro, Hamadoniy, Pahlavon Mahmud kabi buyuk odamlarimiz yodlandi. Bu yil esa Xivaning 2500 yilligiga tayyorgarlik ketmoqda. Bugun biz O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi hamda prezidentimiz farmoyishi bilan tasdiqlangan Xalqaro xayriya jamg'armasi Oltin meros tashabbusi bilan buyuk hofizimiz 20-asr qo'shiq yulduzlaridan biri Komiljon Otaniyazov xotirlash uchun, u kishining nomlarini yodlash uchun, mehr muhabbatimizni izhor qilish uchun yig'ildik do'stlar. Sizlarga rahmat. Bir kichik sizlar bilib qo'yishlaringiz uchun yondagilar, hamkasblarga, uydagilarga, bolalarimizga yetkazish uchun ikki og'iz gap. Komiljon Otaniyazovning dadalari Otaniyoz Oxunni asrimizning boshida Muhammad Rahimxon Firuz saroyiga taklif qilib, Mirzaboshi mudarris vazifalariga tayinlidilar va so'raydilar: "Ey Otaniyoz qori, ayt menga, sendan nima yodgorlar qoladi kelajakda?" U kishi aytadilar: "Xonim, mendan farzandlarim qoladi, Xudoga shukr, va sizning inobatingiz, ijobatingiz bilan mening she'rlarim, ijodim qoladi" deb javob beradilar. Shunday oilaning farzandi Komiljon Otaniyazov. Komiljon Otaniyazov hali 20 yoshiga yetmay 30-yillarda sahnaga chiqqanida sho'rolar hukumati yondirgan Urganchda kitoblar 4 oy davomida Amudaryo bo'yida buruqsib yotdi. Va Kiyik degan bir qo'shiqni ijro qilgani uchun 10 dan ortiq hofizlar yo'q qilindi. Komiljon Otaniyazovning biografiyasida 47, 48, 49-yillar go'zal bir haligi mavqe bo'ldi. Bu paytda Chorjoy Qo'ng'irot temir yo'li, bu yoqda Farg'ona kanallarining qurilishlari u kishini, Yunus Rajabiy, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raqal Sultonov, Mukarrama xonim, Tamara xon, Halima xonim kabi o'nlab madaniyatimizning namoyandalari bilan
do'st qildi, birodar qildi. Aziz do'stlar, 50-yillarda, hali 30-yillarda taqiqda bo'lgan mashrab, taqiqda bo'lgan Yassaviy bu kishining maqtum qilib, bu kishining so'zlarida jarangladi. Qarang, 50-yillarda aytgan ikki qator gap. Turg'ul endi vaqt bo'ldi, uyg'on endi mullo nafas. Va 49-yildagi Toshkent gastrollarida u kishini Oybek, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom kabi buyuk adiblarimizning mehri tushadi. G'afur G'ulom jo'sh urib ketib ijodi nima deydi? Qadim o'zbek xalqisan, asl odam avlodi. Misr ihromlaridan tarixing qariroqdir. Xorazmning har g'ishtida bobolarning ijodi anglo-saksonlardan ancha yuqoriroqdir. Bu bahoni ko'ring, bir chapak chaling do'stlar. O'zbek xalqi haqida ketyapti. Aziz do'stlar, Komiljon Otaniyozov Turkiy xalqlarining bir ilohiydan yo'llanilgan birlashtiruvchi qudratli kuchlaridan edilar. Biz bugun bu kishini yodlar ekanmiz. Davlatimiz qo'yayotgan qadriyatlarini tanish degan gapning nimaligini rasmiy hujjatlarimizda, prezidentimizning gaplarida aytilgan bir gapni aytaman. Bu dastlab o'zlikni tanish va Parvardigorni chinakamiga tanish demakdir. Aziz do'stlar, bu buyuk hofizni siz bilan birga bugun chiroyli kechada muborakbod qilish uchun, u kishining hurmat ehtiromlarini joylariga qo'yish uchun, u kishiga zamondosh bo'lgan, u kishidan ta'lim olgan kishilar, ularning shogirdlari va bugunning yosh zabardast hofiz, qo'shiqchi, raqqosalari bu yerga yig'ilganlar. Marhamat qilib biz ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum muhtaram musiqa shaydolari, ham ustoz Komiljon akaning muxlislari, shinavandalari. Bugun shu o'tgan ustozni xotirlash bilan birgalikda bu deganga bugun faqatgina Xorazmni emas, balki Xorazmni musiqasini, san'atini, adabiyotini yaxshi ko'rgan bir qancha bizga o'xshagan shu vodiyda-yu, Toshkentda-yu, boshqa joyda hamma shu Xorazmni bir yetuk farzandi Komiljon akani ixlosmandlarini ham bu tantanasi deb o'ylayman. Mana hammamizga ma'lum, san'atni turi umuman bizning O'zbekistonimizda 3 ga bo'linadi. Buxoro, Samarqand bo'lsa, Farg'ona vodiysi Toshkent bo'lsa, undan keyin Xorazm o'zi alohida. Buni hamma vaqt gapirganda alohida gapirish kerak. Bugun biz Buxoro, Samarqand yoki Toshkent, Farg'ona haqida gapirmaymiz. Albatta ularni ham kamsitish emas bu degan gap, lekin bugun Xorazm haqida gap yuritamiz. Agar biz Xorazm deydigan bo'lsak, Xorazmni o'zini adabiyoti, o'zini san'ati, o'zini hunarmandlari alohida ajralib turishini uni hammangiz guvohsiz. Men bu ustoz Komiljon akani gapirishdan ilgari bir ikki og'iz o'sha Komiljon akaga tarbiya bergan yoki Komiljon akagacha shu san'atni
to'la to'kis cho'g'ilib qilib yetkazib olib kelgan xalqqa ko'p xizmatlari singan bir 3-4 ta ustozni tilga olmoqchiman. Xorazmda juda katta nima deymiz? Xonandalar, hofizlar, baxshilar bo'lgan. Xorazm san'ati aytib o'tdim, alohida turadi bu. Xorazmda deylik o'sha biz birinchi o'sha nima deymiz? Xorazmdan o'sha Andijonga borganda 1947-yilda, 57-yilda kechirasizlar. Mana bugun 40 yil bo'ldi shunga. Mana shunda meni gapimga hozir Quvondiq Iskandarov o'rtog'imiz guvoh, bu kishi ham shu birga borgan. Bizga vodiyga birinchi Xorazm san'atini olib borganlardan mana shu Komiljon aka-yu ichida bo'lgan, buning ichida bir qancha yor do'stlar bo'lgan. Lekin san'atni, shu Xorazm maqom yo'llarini, xalq yo'llarini, baxshilik yo'llarini, bularni olib bizgacha kelganlarni bugun nomini aytadigan bo'lsak, albatta baxshilik yo'lida birinchi bola baxshini olish kerak. Chunki bu Xorazmda masalan baxshisiz dostonlar, baxshisiz boshqa shunaqa narsalar bo'lmaydi. O'sha dostonlarni aytishda u kishi Komiljon akaga ham ustozlik qilgan u kishi. Undan tashqari Xorazm maqomlarini bizgacha yetishtirib kelganlardan o'sha mashhur hofiz, tengi yo'q, betakror ustozlar Sherozi Yoqubov, Hojixon Boltayev, Matkarim hofiz Bobojonov, Komiljon akaning shaxsan o'zlarining yonida ko'p yurgan Karim Ismoilov, Matniyoz Yusupov, Vahobjon Fayozov, undan tashqari bir qancha yana aytib o'tsak, ularning shogirdlari hozirgi kunda ham xalqimizga yaxshi xizmat qilib kelayotgan ham mana Quvondiqjon, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, hozirgi kunda mana shu Komiljon akani izidan borib shu ansamblni mana yetaklab qo'ygan eng yaxshi hozir xonandalarimizdan Rahmatjon Qurbonovlar bilan biz qachon bularni ko'radigan bo'lsak, albatta Komiljon aka bizga esimizda bo'ladi. Rahmat. Bular bir ajoyib oq ko'ngilli odamlarki, nima deyman, bularni qalbidan bir kiri istab topa olmaysan. Qachon gapirsang, shu ustozga o'zini doimo sodiqligini bildirishadi. Men umuman aytganda, mana shu xorazmlik san'atkorlarning oq ko'ngilliligini, ustozga sodiqligini umuman havas qilaman. Endi bu yerda yana bir narsani aytmoqchiman. San'atkor bir tomonlama bo'ladi, ikki tomonlama, uch tomonlama. Biz Otaniyozga keladigan bo'lsak, Otaniyozov juda serqirra san'atkor bo'lgan. Ba'zanlari bo'ladi, u choladi, aytmaydi. Ba'zani bo'ladi, choladi-yu aytadi. Endi biz Komiljon aka rahmatli gapiradigan bo'lsak, u kishi ham choladi, ham aytadi, ham o'zi kuy bastalaydi. Undan tashqari biz Amerikada yurgan vaqtimizda menga bir narsani tanittirdiki, mana Bobomurod Hamdamov. Otaniyozning ko'p klassik shoirlarga qilgan muhammadlarini o'qib berdi. Mana bu ko'rinib turibdiki, Komiljon akaning o'ta bilimdon, san'atga emas, birgina u adabiyotga ham juda katta hissa qo'shgan odamlardan desak bo'ladi. Uni aytgan so'zlarini men masalan boshqa joylarda kam uchratganman. Rahmat katta. Shuning uchun men deyman, mana shu ustozlarni hammasini ishlarini olib borayotgan mana shu yosh avlodga, mana shu turgan yigitlarga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Yana bitta narsa aytayim. Xorazm aynimadi, o'zining yo'lidan chiroyli ketyapti, ketaversin shunday. Rahmat. Navbat qo'shiqqa menimcha endi. Qani kutib olamiz. Muhtaram
Muhtaram aziz do'stlar, bu oqshomgi konsertimizni Xorazm viloyat Komiljon Otaniyozov nomidagi filarmoniyaning solisti, lirik xonanda Otamurod Nurmatov boshlab beradilar. Ashulla ustozni eslab. Kança yanıp kuylamaylık, kança yığlap oylamaylık, kança yanıp kuylamaylık, kança yığlap oylamaylık, gece gündüz izlemaylık, endi ustaz tapılmaydı. Gece gündüz izlemaylık, endi ustaz tapılmaydı. Endi ustaz tapılmaydı. Sayratlar kaldı, vefadar yar kaldı. Bunun bülbül tar kaldı, vefadar yar kaldı. Yığlap şagirdleri kaldı, endi ustaz tapılmaydı. Yığlap farzandleri kaldı, endi ustaz tapılmaydı. Unday insan tapılmaydı. Koşulları yağdemmege, ulu ustazu hemmege. Yad etmekli karzemmege. Endi ustaz tapılmaydı. Yatkan yeri cennet bulgay, Allah birgen murgat bulgay. Yatkan joyi cennet bulgay, Xudo birgen murgat bulgay. Bu kelgenler kim bulmagay, endi ustaz tapılmaydı. Ya bitkenler kim bulmagay, endi ustaz tapılmaydı. Kança yığlap oylamaylık, kança yanıp kuylamaylık, kança yığlap oylamaylık,
Kansa yanıp küylemeylik. Gece gündüz izlemeylik. Endi ustaz tapılmaydı. Yeryüzünü izlemeylik. Unday hafız tapılmaydı. Ustazımız tapılmaydı. Kamil ustaz tapılmaydı. Endi ustaz tapılmaydı. Unday hafız tapılmaydı. Oshi g'arib va shosanam dastonidan ashulaganlar senga qurbon bo'layin. Raqsida Muyassarxon hurmat va raqs etdi. Daima firan bulgaysam Adab Şaniden algan Gevherine yap bulgaysam Adab Şaniden algan Bir sonmaz gevher bulgaysam Yüzlerin seni Söyle söyle sana kurban bulayım Aklım aldı ala yüzlerin seni Sana gelen dertçe kalkan bulayım Aklım aldı kara yüzlerin seni Sana gelen dertçe kalkan bulayım Aklım aldı ala yüzlerin seni Ey min kıza vermezmen nazarın seni Görgen canlanım idilzer Geceler tınmayın levheler düzler Aşık olan canlanım idilzer Geceler tınmayın levheler düzler Güllerin içinde karkıllap gezer Yeşil baş konalı gazların seni Güllerin içinde karkıllap gezer Yeşil baş konalı gazların seni
aklım aldı ala yüzlerin seni. Güzeller içinde sen savuda, gel kime seyredelim bu bağa. Dünyanın mevzusuna sadağa, dünyanın mevzusuna sadağa. Aklım al kara yüzlerin seni, ey, aklım al kara yüzlerin seni. Kurban olun kaşlarına, yüzüne, şekerden mazı alırsan sözüne. Yüz milyonlar fida olsun sözüne. Aklım aldı kara gözlerin seni. Aşıların gül yüzü yüze ardır, hem maytar bular kim yardır. Yol yüresen közlerime dardır, yol yüresen közlerime dardır. Adamından çıkan dozların seni, ey, aklım aldı ala yüzlerin seni, ey, ağım aldı sürücü dillerin seni, ey, canım aldı kara yüzleri şunu, ey, bin kıza vermezsen alırım seni. Navbat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sultonposhsha O'dayevaga. Xorazm xalq terma laparlaridan ipak ko'ylagingni kiyib keldingmi? İpek kesumunu giyip geldin mi? Beni isteyenimi bilip geldin mi? İpek kesumunu giyip geldin mi? Beni isteyenimi bilip geldin mi? Sana buyurganım bir zerli tiha, sözünü sındırminey alınıp
geldingmi? Meni eleşken eldine gelgey, aşıklık başına düşkende dünyayı. Yürekim ağrıydı, yetim dilliydi. Meni bu derdimni hiç kim bilmiydi. Meni bu derdimni işitken bilyen, kollarına roman alıklıydı. Meni eleşken eldine gelyey, aşıklık başına düşkende dünyayı. Aynada duruverdim saçımı örüp, yürekim döküldü boyunu görüyor. Gece gündüz hicranında yanamın, niçik konuşadıken meninsiz yürüp. Meni eleşken eldine gelgey, mehabbet başına düşkende dünyayı. Karatanda salkın derya kaynıydı, yollarına kara gözüm yeniydi. Varayım desem ey elim değmiydi, varmayın durayım desem kümlüm koymuydu. Beni eleşken eldine gelgey, aşıklık başına düşkende bilgey. Rengi pekten dilek vayininde, aklım algan hoş benim dilimde. Münşemeni arazlanıp tültiydi, men bilmem ne gep var könglimde. Meni eleşken eldine gelgey, mehabbet başına düşkende bilgey. Göynekimni giydim kurum baylamın, könglimde
balaga değme canım, ölemem bekarım. Ey balaga değme canım, ölemem bekarım. Hey hey demeke geldim, kaymak yemeke geldim. Hey hey demeke geldim, kaymak yemeke geldim. Kaymak kılıp bahaneye sizni görmeke geldim. Kaymak kılıp bahaneye sizni görmeke geldim. Balaga değme canım, ölemem bekarım. Şu balaga değme canım, ölemem bekarım. Hey! Ha? Bülbüle bana vermişse, açıversin dedin mi? Bülbüle bana vermişse, açıversin dedin mi? Menden kavurar mıysan ey sarılıp uysun dedin mi? Menden kavurar mıysan sarılıversin dedin mi? Balaga değme canım, ölemem bekarım. Şu balaga değme canım, ölemem bekarım. Bağımızda 8 güle senetçi. Bağımızda 8 güle senetçi. Benden başka yar gelse, belletme yapayı 8 yıl. Benden başka yar gelse, belletme yapayı 8 yıl. Balaga değme canım, ölemem bekarım. Şu balaga değme canım, ölemem bekarım. Ha, balaga değme canım, ölemem bekarım. Şu balaga değme canım, ölemem bekarım. Balaga değme canım, ölemem bekarım. Balaga değme canım, ölemem bekarım. Kapış. Ver. Aziz do'stlar, men sahnaga mana shu muborak sahnada ko'p yillar ustoz Komiljon aka Otaniyozov bilan yelkadosh bo'lib ishlagan ajoyib san'atkor, respublikada xizmat ko'rsatgan artist Sharifboy Sultonov hamda Rajabboy Ismoilov bilan taklif qilaman. Komiljon Otaniyozov muzikasi Maxtumquli so'zi bilan ashula Ne darkor. Cihan eyvanıda dünya mülkünde elini sövmegen kişi ne derken ar? Cihan eyvanıda dünya mülkünde elini sövmegen kişi ne derken ar? Safası boş yürüsen deştiden can bulmasa değre taşın ne derken Safası boş yürüsen deştiden can bulmasa değre taşın ne derken
bir kelip körmegen, şikeste halida haber almagan, ayında bir kelip körmegen, şikeste halida haber almagan, birbiriga izzat hurmat etmagan ey, qo'mi qardosh qarindoshim ne derkan, birbiriga izzat hurmat etmagan qo'mi qardosh qarindoshim ne derkan. Bardigan joyinga borib kelmasa, buyurilmasda yeter işim bilmese. Bardigan joyinga borib kelmasa, buyurilmasda yeter işim bilmese. Mehmon kelsa kulib xizmat etmasa, güzel yarının kalam kaşın ne derken, mehma kelse külüp hizmet etmese, güzel yarının kalam kaşın ne derken. Yakşı yaman yolsura bilmegen, yakşılarda kürümsüra ilmegen. Yakşılarda kürümsüra almagen, yakşı yaman bilmegen, örgenim ustazdan talim almagan ey, onun tutgan yolu işin ne derken, örgenim ustazdan talim almagan, onun tutgan yolu işin ne derken. Bir tolu közeni vursan ses çıkmaz, bir tolu közeni vursan ses çıkmaz, bilimsiz kök sözler nöbette durmaz, özü sözler küler elge söz vermez. Merakede lakma kişi ne derken, özü sözler küler elge söz bilmez. Merakede lakma kişi ne derken.
yetmegen ata ona el kadriga yetmegen öz yo'liga to'g'ri yurib ketmagan ata ona el qadriga yetmagan 40 yaşında adam o'rnin tutmagan ömrüge yaraşmaz yaşın ne derken 40 yaşında adam o'rnin tutmagan ömrüge yaraşmaz yaşın ne derken mahtum kuli ağır günah geçirmez mahtum kuli ağır günah geçirmez devlet kassa tazı bulur tutmaz kovsan yetebilmez kassan tutulmaz yetse ecel gam teşvişini derken kovsan yetebilmez kassan tutulmaz yetse ecel gam teşvişini derken yetse ecel gam teşvişini derken Aşulla. Xorazmda bir o'yin bor. Ashullani Mirzabek Abdullayev ijro etadi. Zarifiy g'azali. Raqsida Sadoqat Niyozmetova raqsga tushadi. Xorazmda bir o'yin bor, olma pishganda o'yinar. Xorazmda bir o'yin bor, olma pishganda o'yinar. Uning nomi aziz do'stlar Olmati deb aytilar. Uning nomi aziz do'stlar Olmati deb aytilar. Olmanati matganga yanginamdan o'tganga Almanatı matkenge yanginamdan o'tganga ey bir umr shayda yetib qalbim asir etganga ey bir umr shayda yetib ko'nglim asir etganga bulg'unda vafodarmay Almanatım yarma bulg'unda vafodarmay ey sevgim nashkiyarayna aytdim yurakda bormay sevgim nashkiyarayna aytdim yurakda bormay Almanatım atganga yanginamdan o'tganga Almanatım atganga yanginamdan o'tganga bir umr shayda yetib ko'nglim asir etganga bir umr shayda yetib qalbim asir etganga
Navbat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Quvondiq Iskandarovga. Ashullat Dog'man, Komiljon Otaniyozov musiqasi, Noqis g'azali. Sozilmasam chalaver. İşkında zor oldum netey, ben duman olman. Bir mağripir katin beni, sahirde sağman. Aklışım senin bilen, közlüğün İran olman. Körse dizin talibi, nurli çırağman. Ecringde derdim bilen ey hasret edağman. Ecringde derdim bilen ey hasret edağman.
gıda kudimine kelmekte dağılmış. Ecrimde derdine bilen hasrete dağılman. Ustoz Komiljon aka Otaniyozovning mashhur cho'pon ashulasini Jumhuriyat bodam gullarining oliy sovrindori Ravshanbek Matyaqubov ijro etadi.